Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlarga zo'r yangilik bilan chiqyapmiz. Uy istayotgan akalarimizga Qorasuvdan, bozorga yaqin bo'lgan joydan, shahardan domni puliga yer uy topib qo'ydik. Ko'ramizmi? Ketdik. Uyimizning bahosi 50 ming dollar, yana kami bor. Do'stlar, umumiy yer maydoni 3 soti bo'lgan, 2 xonadan iborat bo'lgan mana shu uyimiz bugun sotuvda. Bismillah. Mana bu koridor. O'ng qo'lda bitta xona bor ekan, bu yoqqa kira olmaymiz, odamlar bor ekan. Chap tomondagi xonaga kiramiz. Kirganimizda bu xona yotoqxona. O'ng qo'lda holati yaxshi bo'lgan pechka va burchakda chap qo'lda yuvinish xonasi bor ekan do'stlar. Endi tashqariga ketdik do'stlar. Mana do'stlar, tashqariga ham chiqib oldik. Endi orqa tomonga o'tganimizda katta bo'lgan yer bor ekan do'stlar. Xohlasanglar kelib didinglarga moslab 2 qavat uyni qasratib solsanglar bo'laveradi. Chap tomondagi qo'shnini ham 2 qavat uyi bor ekan. Bu xonadonimizda hech qanaqa sinos yo'q do'stlar. Dokumentlari top-toza, kelsanglar qasratib uyni solsanglar bo'laverar ekan. Menimcha 50 ming dollarga zo'r bahoga chiqyapti do'stlar, ulgurib qolinglar. Ko'p qavatli domlarda 2 xonali kvartirani 25 ming, 30 ming deyapti. Bu yerda ikkita xonasi bor, yer maydoni, shunaqa katta bo'lgan, keng bo'lgan navislari bor. Qorasuvda, zo'r joyda, bozorga yaqin bo'lgan joylarda do'stlar, men sizlarga hozir tashqariga chiqib bir qator adreslarini tushuntirib o'tamiz. Mana do'stlar, bozor tomondan kelaverish, Qo'ntayam bozoridan ham o'tamiz va mana bu joyda yangi ochilgan bola bog'chamiz bor. Shuni to'g'risida o'ng qo'limizda Astarasiy masjidi bor. Astarasiy masjididan 100 metr, 150 metr o'tganimizda chap qo'lda, bozor tomondan kelayotganimizda o'ng qo'limizga keladi va o'zimizda taniqli bo'lgan eski buzilib ketgan ko'prik. Kelganimizda chap qo'ldagi Gapar Aytiyeva ko'chasi 2-xonadon. Akalar, egasi nomerlarini pastda qoldiramiz, telefon qilib bog'lanib kelib uyni ko'rsak bo'ladi. Gapar Aytiyeva 2-xonadon. Kirganda o'ng qo'ldagi birinchi uyimiz bo'lyapti. Salomat bo'linglar, xizmat bo'lsa Jariya KG xizmatda.